Ana diyarımız O'zbekistonda bugün 28 may 2025 yıl. Arkamdagi zdaniya ijaraga berilajak. Hozir Ponni zdaniya bilan tanishtirib chiqamiz. Ikkita zdaniya. Bu yerni xolasangiz ishi mo'yka holatidan foydalansangiz ham bo'ladi, xolasangiz bu yerga Ponni xo'stovar zona bo'lib boryapti. Manzilni tanishtiraman sizga, qarang. Panik ko'chadamiz, biz chekka Panik ko'chada. Imunda Turk bozor. Eski Turk bozor. Yanasa doğru apartmanga chiqib ketadi. Xullas, bu ko'cha xo'stovar qaynagan ko'cha bo'lyapti, xudo xolasa. Esa chanlarni detalni tanishtirib o'tamiz. Qarang, hozir bu yerda 1, 2, 3 dona boks ishlab turibdi, mo'yka. Bu yerga har qaysisini 2 mashina bemalol giradi, bir girganda. Bu degani 6 mashinani birdaniga primat qilib biladi. Channi ko'ramiz, get. Yan taraflarına işlep tuttu, maşallah yürüp tuttu. İşlep yürüp durman zona. Bir anda alohida maşin yuvishdan keyin maşin sermaka zonası. Suv filtr, mo'yka uchun kerak bo'lgan hamma obodoniya bilan jihozlangan. Endi yana bir udobstvasi qarang. Bu anda 3 dona xona bor ishlayman. Yating. Ben de göstermeye yating. 3 tane xonasi bor. Bu birinchisi. Bunda ikkinchisi. Bu bolalara bir sharoit yaratish maqsadida qilingan joyni ko'rsatib beraman. Bu yerning razmeri ham 4x4, 3x4. Endi bunda uchinchisi. Bir kotlovxona ham skladcha. Bu yerda o'zini o'birinlisi bor. Hojatxonasi o'zbekcha aytganda. Bo'lganimiz shu. Gördünüz mü, el tarafdan geladidan bir yandan Ponni chiqib ketaveradi. Bir yandan chiqib ketaveradi. Bir yandan asfalt. Asfalt ko'cha. Bir yandan chiqsangiz ham sen tanni yo'lga ketasiz, bir yandan chiqsangiz ham sen tanni yo'lga ketasiz. Endi ikkinchi etaji bor buni. Depada chiqamiz, ikkinchi etaj. Depaga chiqib, xudo xolasa. Ina. Depa ina Ponni bu yerni xona etib ishlatsangiz ham bo'ladi, klinika etsangiz ham bo'ladi, xohlagan narsangiz etib ishlatsa bo'ladi. Razmeri 32 metrdan sal ziyodroq, 15 metrga yaqin eni. Uzunasi salkam 35 metr, buningni salkam 15 metr. Xullas, egalarning nomerini qoldiramiz. Pastda yana 3 dona boksi bor, ularni bir ko'rsatib o'tamiz. Egalarning nomerini qoldiramiz, gaplashsangizda chiroyli narxlar qilib beradi. Aynalarına qarang, Ponni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayna ko'chaga qaragan. Bu yerda port shishalarim bor o'zini. Suv, svet, gaz, buning narsalardan beriladi, problema yo'q, xudo xolasa. Pastda yana 3 dona yana alohida ko'ramiz. Azina el tarafda yana 3 dona xonasi bor, katta, 5'e 15'lik. Bunda yine birinchi xonasi. Bunda ikkinchi xonasi. Assalomu alaykum. Bu yerda ishlab turibdi, Ponni katta. Ben reklamaga beryapti-da. Shuni aytdim. Olib beraverikmi axir? Yo'q, arendaga. Общий zdaniyani hammasini. Ha, bo'ldi. Naz bu yerda ishlab turibdi. Arendaga berilgan bu xona bilan bu xona. Endi hozir bunda uchinchisi bor. Bir kafe, kichkina o'zi kafesi bu yerni. Bu yerda ham kafe etib yurtaman desangiz, Ponni sharoit bor. Kuxnilardan, kotol, pechlardan qo'yilgan. Konditsionerlari bor, yana xolodilniklari, televizorlari, xullas hamma so'ya bor, pechkalargacha bor. Mana kuxni tarafi. Bu yerdan hammasi tayyor, gazlardan get turibdi. Yana aytaman, gaz, suv, svet, muammo emas. Ishida egalarining nomerini qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon urib, gaplashib, arenda pulini so'rab ishlatsangiz bo'ladi. Egalari xudo xolasa insofli odam,
bugün sizə bərab ertən çıqqan idi. Uzaq müddətli şartnama düzüş üçün